Ömrümde rəxtin yasalğan ikkili narsaga diqqat bilan qarab baqqanman Yaqub. Birisi davlat bayrog'i, yana birisi kichkimizdagi uydagi zadval. Zadval bilan ham xiyol u chog'dagi uyqu oldidagi hamroyim edi. Tuqqanlarning uyda qo'nib qolsammi, tam to'ydagi o'rinni talashatdim. Hisob bilganimning tayini yo'q. Qaysi shaklning keyindan qaysi shakl keldiganligi, qaysi rang bilan qaysi ranglarning birlashib keldiganligini formulalashtırishga tirishib yotatdim. Bir yakshanba kuni Yaqub bilan Heliqi Dehqon bozorida lag'aylab yurib o'tatdik. Men bir rəxçinin aldıda esiqliq güllik rəxni görüb ixtiyarsız onun yeniga berib qopdiman. Mao bizning o'yga zadval ekan dedim men uni Yaqubga ko'rsatib. Yaqub o'zining uyidami zadval bar yo'qligini birdan esiga olgandan keyin menga o'zining uyidagi zadvalni ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lg'ay rəxtlarni o'rib cho'rishga kirishdi. Mao bizning dalandagi zadvalga sal o'xshab qoladi ekan. U dalandagi zadvalga butunlay o'xshaydiganini topmoqchi bo'lib hadab rəxtlarni maltayotganda "Hey menga" degan ovoz bilan rəxchining yog'och metri biligiga tassidi tegdi. Ko'rib baqqanga nima bo'ladi dedi Yaqub tumsayg'inicha biligini qashlab. "Men ananing ko'ngligini tutib o'yna." Bu gap bilan Yaqubning biligi bilan yuragiga tang tayoq tekkandek bo'ldi. U paranglashib kelayotgan 2-3 ayolning oldini to'sdida "Mao odamning rəxtini olmanglar, u bir-biridan sesiq rəxtlar ekan" dedi. U mush usul bilan onasining ko'ngligining qisosini olmoqchi bo'lib ketmoqchi edi. Lekin rəx elish xiyolida yo'q o'tib ketayotgan ayollar rəxning gapini anglab, "Nima rəxtlar ekan" degancha kelib rəxtlarga o'lashdi. Hatta qasdan uning onasining ko'ngligi bilan qirishgandek bir muncha rəxtlarni setib olishdi. Yana degina dedi rəxchi Yaqubga qarab mag'rurona. "Qancha olma desang shuncha oladi bu haq. Bo'lsa butun bozorga vaqirab deb bera." "Shundoq deb bersam nim bersiz" dedi Yaqub bayamqa azarni unutib. "Avval bir ikkisini akilib oldirmamsa?" Yaqub xaridor boshlab kelib oldirib olsa, oladigan shirinka uchun qayta kapolat olgandan keyin bozor etishchiga otlandi. Baya biligiga tekkini go'yo bugun keldigan omadni o'lchaydigan metrdek ruhlandi. U 10-20 metr mangmayla udildan o'tlayotgan mekyondek har to'xtishida har taraflarga qarab kelayotgan 50 yoshlar chammasidagi bir lag'ay odamni ko'rdi. Uning nazarlari bilan qadamlari bozorga bir narsa ko'rish uchun emas, tomosha ko'rish uchun kelganga o'xshaydi. Qo'lida ya so'mkisi, ya xaltisi yo'q. Xuddi ma'lisiga bu yerda uchirgan parangdan boshqa narsa elib ketish niyati yo'qdek edi. "Aka" dedi Yaqub jiddiy qiyofatda u odamning oldini to'sib. "Siz ovu odamning rəxtini hargiz elib qolmang. Men sizga mo'chinchilik deb qo'yay. Qolganini o'zingiz bilarsiz." Hayron qolg'idek narsa topolmay ichib pushib yurgan odam buni anglab birdilla hayronligini singdira olmadi. U avval ko'zini qattiq bir yumib ochib Yaqubning o'ziga gap qilayotganligiga ishondi. Ondan Yaqubning beshidan oyog'igacha ko'z yugurtib, uni azaldan ko'rib boqmaganligini eslay "Rəx" dedi u hayronlik talaffuzida menga qarab tushuncha talab qilgandek. "Shundoq" dedi Yaqub uning nazarini tortib olib. "U rəxchi bizga qarab o'tadi. Ezib hargiz uning rəxtini elib solmang." "Demasangmi ömrümdə rəx elishni o'ylab baxmaganman. Men rəx elib nima qilaman? Undaq bo'lsa dana odam ekansiz. Endi ezib o'zini tutib olmay elib qolmasin deb qo'ydim. Rəxning o'zini tutib ololmagidek nimasi bor? Nima deydi bu?" dedi u menga qarab. "Ish qilib biz yaxshi niyatimiz bilan deb qo'ydik. Qolgani o'zingizning ishi" dedi Yaqub menga tamshilib. Biz ayrılgandan keyinmi u qayrilganicha bizga hamma qilib qarab qoldi. Biz daldilinib uning qanday qildiganligiga qarab turdik. Baya Yaqubning jiddiy turqini ko'rgan odam butunlay gas bo'lgan taqdirdimi yo bir ish bo'lganligini, yo bir ish bo'ldiganligini pamlagan bo'ladi. Degandek u rəxchining yeniga berib ayollardimi tafsiliy qarab ketdi. Ayollardek qizg'in muomalaga erishalmagan bo'lsa-mu, ketkisi kelmay, soyivanga shiltadigan bir ko'k rəxtdan azroq elib po'tishilab biriga bog'lab oldi. Ondan hech nim bo'lmaganligini bizga deb bermoqchi bo'lgandek atrofga qarab bizni izdidi-da asta ayrildi. Yaqub rəxchining yeniga berib shirinka talab qildi. Rəxchi mushinchilik olg'angimi shirinka beramdi deb qaysimu qizg'inligimizga sovuq suv sepkisi kelmadi bo'lg'ay, quruq qo'l yandurmadi. Bunchalik shirinkani deb palaqshib yurmayli Yaqub. "Senmi shapqini tay, men kaptar bozoriga berib boqay." U mening so'zlarimni anglamagandek bir narsaga tikilib qolgan edi. "Ovu odamga qara" dedi u Samsxonning oldida bir buvay bilan qizg'in paranglashib turgan egiz bo'yliq talpak kelgan bir odamni ko'rsatib. "Uni bir idoraning boshlig'i desam ishonamsan?" "Ishonaman, ammo uningga rəxsi talaydiganligiga ishonmayman." U endi Samsxoniga ko'z yugurtdi. Tonurning keyniga tizilgan qo'pol ustallar asli rangini bilgini bo'lmaydigan darajada maylashib ketgan zadval bilan qo'rshalgan bo'lib, Samspazning bizdimatlik bolasi taxs ko'tarib ishteshida qatnayotdi. Yaqub balani ishorat bilan chaqirdi va xo'shyoqmagandek kelgan balaga jiddiy talaffuzda "Ovoz zadvalni darhol almashtirib yutinglar" dedi. "Nemishqa?" dedi bala hurpiyib, xuddi birisi uningga dukkani hozirla taqanglar degandek.
Avu egiz adamni ko'rdingmi? U bu bozorning maxsus tozligini tashkirdigan boshliq. Atigandan beri sizlarning do'konining oldida paranglashgan bo'lib kuzatyotdi. U tag'amning mantixonasiga Zadveling men etgan deb pichet soldirib etgan. Sen reshit mantipaz deb anglagan bo'lg'ayting, u mening tag'am bo'ladi. Eliqi bir qo'lning bir barmog'i yo'qchu. Bo'lmasa uning Zadveli sizlarning dasqandan pokiz edi. Men yaxshi niyatim bilan sana deb qo'ydim. Qolganini o'zing bil. Bala bigiz barmog'i yo'q mantipazning kim ekanligini aslayman deb avori bo'lmasdan dadisining yeniga yugurib bordi. Samsipaz qo'lidagi ishni to'xtatib, avval yiroqdagi atalmish boshliqqa, andin bizga, oxirida burilib Zadveliga qaradi. Andin g'allasidan pullarni chiqarib balaga tutqizdi. Bala bizning yenimizga kelib, "Nada Zadval sotirganligini bilamsizlar?" deb so'radi. "Bilmaymiz" dedi Yaqub. "Lekin yaxshilikni oxirigacha qilib, sana tepishib berayli. Sen qilgan yaxshiligimiz uchun Samsdan 2 yoki 3 berman deb koyib yurma." Yaqub raqchining yeniga berib, tunishmagan qiyofatda uningga heliqi ko'kraqdan arzon talishib elib bergan bo'ldi. Biz billa esishib berayli deb billa borganimizda talpaklik mengib bo'lgan ekan. Samsipaz raqni elib keynidan yugurib uning oldiga chiqdi-da, tasavvur qilg'isiz takalluf va tartinish bilan qo'lini uningga uzatdi. Biz Mao Zadvalni asli burulla elib bo'lgan, lekin sizlarga bir ko'rsatib o'tayli deb osmay turib turgan. Bayamning yog'i silini ko'rmabdiman. Mushuni assaq bo'larmi? "Janobingizni toza toniy olmadim-ku", dedi talpaklik jarangliq ovozda. "Avu tonur mening emasmi? Biz qandig'ini esish kerakligini bilolmay, sizlardan bir maslahat olg'imiz keldi." "Esinglar, chiroyli ekan", dedi u odam mag'rurlik bilan. Balkim u o'zi bilimli ko'rilganlik uchun mush ish uchun maslahat elayotdi deb o'ylab qolgan bo'lsa kerak. Ortiq gap qilmayla yo'lga ravon bo'ldi. Samsipaz uning mag'rurligidan aymingan bo'lsa, uning qo'lidan tutib olib mehmon qilgan bo'ladi. Shundaqdimi u nayt xushallik bilan yenib keldi va "Esinglar" deb vaqirdi. Balkim ketib bo'lgan boshliqqa anglitish uchun shundaq vaqirdi bo'lg'ay. Samsipaz qandaqdir bir ishlari bitib ketgandek hayotiy kuch bilan ishiga kirishdi. Bizning dal vaqtida bergan ma'lumotimiz uchun birdan Samsi bilan yo'lga selishni unutmadi. Endi berib Shirinkani olayli Yaqub. 14 metr raq uchun oz berib qolsa hargiz ma'qul deb yurma. Ondan Langpungdan bir qat so'qayli. Yanchiqda birdan Samsimi bor. Paxtakdan bir nechini tangi so'qib etdik-ku. "Paxtak degan texin nurg'un", dedi Yaqub mag'rurlanib. "Bayamqi talpaklikni ko'zdan qochirib qo'ymasaqla, bu bozordagi bugun Zadval asqan har qandig'ining Zadvalni almashtirib o'taman." Yaqubning bu qatimqi karomati uchun raqchi Shirinkani yomon emas berdi. Biz Langpungxonaga qarab mang'inimizda heliqi lag'ay odam kenimizdan to'g'lidi. "Ey ma'vi raqni olsam bo'lmaydi deganting, oldim hech nima bo'lmadi-ku." "Texchi hech narsa bo'lmadimi?" dedi Yaqub hayron qolgandek. "Hech nima bo'lmadi", dedi u texmi qizib. "Hech nima bo'lmasa, amsi yaxshi bo'pti-ku", dedi Yaqubmi. "Hech ish bo'lmasa, men bekardan bekar buni elib nima qilatdim? Shunga men sizni olmang dedim-ku", dedi Yaqub. "Sen zodi nemishqa buni olma deysan? Olganingizga pushaymon qildingizmi?" deb so'radi Yaqub. "Albatta qilaman-da", dedi heliqi odam. "Pushaymon qilganingizning o'zi bir ish bo'lgan bo'lmay nima? Yetarlik bo'lmagan bo'lsa, yana birdan turib turmamsiz." U nima deyishni bilolmay turib qoldi. Biz huzurlanib lampu ichdik. Lampunchi semiz xotinning kimnidir to'xtamay qog'ishlari ishtahasimizga ta'sir qila olmadi. Bir chaqda uning o'riq eri kelibdi. Ayoli qo'lidagini tashlab, uning ishga yaramay nalarda qonqib yurganligini shundoq tillab ketdiki, anglagan odamning eriga ichi og'rib qoladi. Umi bundaq tillarga ko'nib ketgan bo'lsa kerak, gap qilmayla chilakni ko'tarib mangdi. Mang'ach o'ltirgan xaridorlarga o'zining nochiligini bildirib qo'yg'isi kelgandek, "Ma xotinni bir narsa topsam, bo'ynidan bo'g'ib daraxtga ostim jumu" deb qo'ydi. Bu chaqda biz mang'ayli deb turgan edik. Yaqub nemishqikin uningga agishib mangdi. "Aka, mening sizga bir yordam qilg'im kelyotdi", dedi u Langpungchiga yetishib. "Baya siz bir narsa topsam, bo'ynini bo'g'ib daraxtga ostim dedingizmi? Undaq bo'lsa men sizga yordamlashib, shundaq narsani tepishib beray." "Arg'amchi deb berdigan o'xshamamsan", dedi Langpungchi uningga parvo qilmasdan suv elib o'tib. "Arg'amcha degan qaysi zamonning narsasi? Men deb bermoqchi bo'lgan narsani ishlatsangiz, arg'amchidek bo'yinni og'ritmaydi. Üzülib ketarmi deb ansirab yurmaysiz. Bir bosqichda unumi ko'riladi. Xotiningizning oldida mangu bundaq bosh tiqib yurmaysiz. Sen saqmi ya?" dedi Langpungchi chilakni ko'tarib ketayotgach. "Menmi Yaqubning chaqchaq qilayotganligini yoki bayamqi g'albisining shodligidan tipirlab ketayotganligini bilmadim." U yana og'ziga tegmay uningga yetishib so'zlayotdi. "O'zingiz baya bo'yinni bo'g'adigan bir narsa bo'lsa deyatyaptingiz-ku. Men uning nadligini bilaman. Uning har xil rangliklari, har xil gulliklari bor. Qizil lozinning rasmi borlarimi bor. Maxsus lampungchilarga atab ishlangani bo'lsa kerak. Ayolingiz ko'rsa cho'qim xo'sh bo'ladi. Sen chaqchaq qilyapsan ya? Sen zodin nimani deyapsan? Amsi men bilan birga mening sizga ko'rsatib qo'ysam o'zingiz tanlab olasiz." Uning ayolining tillashlari bekor bo'lmasa kerak.
qon qiniga singib ketgan lolmaliq Yaqubning davatqanning zodi nima ekanligini bilib boqmoqchi bo'lg'izib, uningga agashtirdi. Bu bir rax ekan-ku, dedi Langpochi borgandan keyin hayronlikda. Men texi qandoq narsani davatqando bir ko'rib boqay debdiman. Men buni elib nima qilaman? Baya o'zingiz bir narsa bo'lsa, bo'ynini bo'g'sam dedingiz-ku. Buningda bo'ynini bo'g'ibla qolmay, yana o'lgandan keyin jasdini o'rsingizmi bo'ladi? Bunda qo'sh unimiga ega narsani siz nerdan topsiz? Mana ishonmasangiz, dedi Yaqub bir parcha raxni potishlab o'rib, o'zining bo'ynini bo'g'ib ko'rsatib. O'zingiz bir tartib eqing. To'g'risiga asamsiz, daraqa asamsiz, uzilib ketsa mana men. Qarang, yana bundaq manzirliklarimi bor. Mushningga qarag'ach esilsa, ayolingiz jeni chiqquchi zerikmaydi. Bo'lmasa, mav soyivanga shiltadigan ko'kini olayli. Bu sal arzon. Soyivanda o'ltirgandek jeni ozoda chiqadi. Ammo jeni chiqayotganda uzilib ketib o'lmay qolsa, biz mas'ul bo'la olmaymiz. Langpochi uni bir sarang dedi bo'lg'ay, qayta gap qilg'isi kelmay, cheligini ko'tarib yo'liga mangdi. Olsingiz, dedi Yaqub, eliga ko'kraqni ko'targach, uning keyindan yetishib. İçidan chiqadigan mavi nogaynimi billa sovuq qilayli. Esib qo'yib, baya valaqchigan og'ziga tiqsangiz bo'ladi. Boshqa yerga tiqaman desingizmi, ixtiyoringiz. U odam har qancha yavash bo'lgan taqdirdami, bu gapga bardoshlik bera olmadi. Cheligini qo'yib, Yaqubning bo'ynini siqqancha opirib bir stolbiga teridi. Demisimi Shirinka elish tamasida aqli o'shini yo'qotgan Yaqubning og'zidan har qismi gaplar chiqib ketgan edi. Ey haromliq, nogayni naga tiqaman degina hamdi, dedi u Yaqubga o'rpiyib. Yaqub birdila esiga kelgandek bo'lib, yelingandek tipirlashga boshladi. Elg'i rax og'al lag'ay odam, rax olsa nemish bo'lganligini yiroq ketmay saqlab bergan bo'lsa kerak. Xuddi o'zi kutgan vaqa oxiri paydo bo'lgandek shapashlab yetib keldi. Kichik bolani bundaq bo'zaq qilmang deyman, dedim men oraga tushib. Ava kelayotgan talpaklik odamni ko'rdingizmi? U degan cho'ng boshliqchimi? Bu bolani bo'zaq qilayotganingizni ko'rsa, u ayolingizni o'ta adabingizni beradi. Cho'ng boshliqda, dedi Langpochi Iroqdan kelayotgan haliqi talpaklik odamga qarab. Undaq bo'lsa shuning yeniga borayli, dedi u Yaqubning bo'ynidan turtib mang'ach. Rax og'an lag'ay odammi, nemish bo'lganligini bilishga qiziqib, hammadan oldirab mangdi. Langpochi talpaklik bilan ko'rishgandan keyin xuddi soqchiga qurol yaroq atkachisini ayblagandek ayblab ketdi. Mavguy gap qilmasam, maxsus odam bo'g'adigan raqsataman deb baloqishib yuribdi. Ey, digina bayonqi gaplaringni, qandoq bo'g'aman, qandoq osaman? Odam bo'g'adigan raq, dedi elg'i lag'ay odammi, elib beliga bog'lab olgan raqni tutib. Ma raqda cho'qim bir gap bor deyman. Men shundoq desa optiman emasmi? Maxsus odam bo'g'adigan raqmikan? Sizligimi shundoq deb sotganmi? Dedi Langpochi uning beliga ko'z tashlab. Yo'q, shundoq bir nimalarni deb olg'uzmagan. Olg'uzmagan, dedi hayronlikda Langpochi. Ey aga, dedi Yaqub, oxiri uni silkib bo'shinib. O'zingiz odam bo'g'adigan narsa bo'lsa, dedingizmi, demedingizmi? Men sizga shundoq raqni ko'rsatib qo'ydim xolos. Boshqa odamlar bo'lsa, olaman desam olg'uzmadim. Ma o odam o'zimi dedi, hargiz elib solmang desam o'zi elib oldi. Lag'ay xuddi qo'rqinchli narsaga chetilib qolgandek, ixtiyorsiz biladiga raqni yeshivatdi. Langpochimi nima deyishni bilolmay ketib qoldi. Nima sarangda gaplarni qilib yuraysizlar, dedi talpaklik. Ularning nemishqidir o'zicha jiddiy oldini to'sib, yana nemishqidir o'zicha jimib qolganligini tushuna olmay. Nima raqning balosiga qoldim men bugun. Bayotiga birsi oldimga mushundaq raqni ko'tarib kelib, buni assaq bo'lamdi deb so'rab yuriydi. Xalqning nima esishi bilan mening nima ko'rim? O'zlarining ruxsatini elib, ondan birasini asmoqchimi ya, dedi lag'ay chaqmoq tezligida analiz qilib. Avvalsilidan ruxsat surgan bo'lib olib, birasini esib o'ltirib, gunohni vashshida silaga do'ngab qo'ymoqchi-da. Esib o'ldirib, u odam kayniga cho'chib shundoq bir dojidiki, beshidagi talpak tushib ketgani tas qoldi. Bo'lmasa raqni ko'rsatib, sildan ruxsat so'rab nima qiladi, dedi lag'ay Langpochiga qarab o'z fikrini dalillamoqchi bo'lgandek. Ular shularni deyishayotganda, biz ostag'ini sug'urilib tikivatdik. Urchi jiddiy bir narsalarni deyishgach, samsxona tarafga qarab ketdi.